uzun koyuyorlar. Ha, o'ta uzun deysiz. Ha, o'ta uzun koyuyorlar. Kaltaklar olinadi. Ko'rsatib qo'ysa men bunaqa qilsagan qo'yaman bo'ladi. Qolgan qilingizmi olaman yo'q. Ha. Mana endi mana bu kaltakcha Yangi ketgan oradan. Havoni ochish kerak. Ha? Havo. O'suvchi kerak emas, kichkina hosilxona kerak. Bu ham qachon olinadi? Bu Bahorga. gulli ko'rib olinadi. Bahor. Sanoqli 6 dona kaltak Meva qo'yib. neva qo'yadimi, 5 dona qo'yadimi, o'shanga qarab olib tashlaydi. Endi bahordagi. Mana endi mana bu kerak emas. Bular bosmadagi bo'lib ketadi. Tabii kuzgacha ana shular. Kuzgacha bosh barmoqday bo'ladi. Bular surx o'suvchilar. Ha, haydi. Ana endi qarang, yo'qotish nimada bo'ladi? Tepada chiqib ketdimi? Halim bo'ldimi? Shaftoli bilasiz, 1 yillik kaltagimiz mana bu kaltak, kuchaklar mana bular kuyadi. Kuchak pishira olmaydi. Tashqari quyoshda tegib turgan tomonni kutagiga e'tibor bersangiz, katta buga. Mana. Keyingi gulxonani nimasini chiqarib beryapti mana. To'g'rimi? Hozir shuni pastiga tushing. Barda o'zi turibdi. Hech qanaqa kutakka harakati yo'q. Narilardan tozalaydi, shunaqa qiladi. Ha. Hozir buni ko'rsatib beraman mana. Teplitsasi bor, badringi bor, buni o'rni yotibdi-da. Shoptoliga e'tibor ham bermayapti. Ammo bahorda o'zi kesgan holatda. Bahorda kesish yaxshi bo'lgan. Mana bu turka qo'yilmagan. Baxtan, sizdan olib keling-da, bitta qilgan xatosi nechta savdan uyg'otib, u tomondan olib keling uydan. Nari tomonga baqir. Mana qarang. Bundan nimani kutyapti? Meva kutyapti beldan keyin. Bu yerga meva joyini ko'rmayapmiz. Olindi. Ana endi kuzgachon mana bular shunaqangi chiroyli pishadi. Mana bu kaltaklar pishadi. Mevani shuni taxlab, mana mevani taxlab ko'ring. Yo'q, narigi mevani o'zini, hosilni o'zini. Mana shu shaftolini har bir kaltakka taxlab ko'ring. 6 tadan. Ha,